davom etamiz. Sizlar bilan majburlovchi choralarni birinchi turi sifatida sizlarga aytib o'tdik. Ushlab turish, ikkinchi turi ehtiyot choralari, mana uchinchi turi esa pasport harakatlanishini amal qilishni to'xtatib turish. Bu yerda 254 prim 1 moddasida ko'rishingiz mumkin. Ayblanuvchi sudlanuvchiga nisbatan qo'yiladi. Suddan bo'yin tovlashni oldini olish, undan bundan keyingi jinoiy faoliyatni oldini olish, hukmni ijro etilishini ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti. Bu yerda e'tiborga olasizlar, qanday qo'zg'atishimiz kerak? Pasportni amal qilinishini cheklash faqat davlatlararo xalqaro qidiruvga e'lon qilingan ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga nisbatan qo'llaniladi deyilyapti. Bu degani o'sha pasportni biz qachon to'xtatib qo'yamiz? Qachonki u qidiruvda bo'lsa, ya'ni yo'q bu shaxs. Xo'p, endi iltimosnoma berish masalasi o'sha boyagi qamoqqa o'xshab bir xil iltimosnoma qo'zg'atish haqida qaror chiqariladi. Bu qaror asoslantiruvchi hujjatlar bilan prokurorga yuboriladi. Prokuror buni asosliligini tekshirib, sudga yuboradi. Endi sizlarga qisqartiribroq iloji boricha aytyapmiz. Tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqib, o'sha yo qo'llash yoki rad qilish masalasi hal qilinadi. Xo'p, agar shikoyat berilsa, boyagiga o'xshab ehtiyot chora masalasida shikoyat berilsa to'xtatib turilmasdi. Endi bunda shikoyat berilsa, sudyaning o'sha pasportni amal qilishini cheklash, to'xtatib turish to'g'risidagi ajrimi to'xtatib turiladi. Xo'p, endi keyingi ehtiyot choramizga o'tadigan bo'lsak, undan oldingisi o'sha tushunishingizga kerak bo'ladigan nima, pasportni amal qilish nimasi sudya tomonidan qo'llaniladi. Iltimosnomaga asosan o'sha tergovchi iltimosnoma qo'zg'atish to'g'risida qaror chiqaradi. Prokuror asosliligini tekshirib sudga yuboradi. Sud uni ko'rib chiqib qo'llaydi yoki rad etadi. Bu bo'yicha apellyatsiya berilishi mumkin. Kimlarga nisbatan qo'llaymiz? Faqatgina o'sha davlatlararo yoki xalqaro qidiruvga berilgan ayblanuvchi yoki sudlanuvchiga nisbatan. Endi lavozimdan chetlashtirish masalasi bu ham majburlov chorasining bir turi hisoblanadi. Ya'ni yana bir bor eslab o'tamiz, o'sha ushlab turish, ehtiyot chora, pasportni amal qilishini to'xtatib turish va keyingisi lavozimdan chetlashtirish. Endi bu jinoyat oqibatida, ya'ni sudlanuvchi, ayblanuvchi o'z ish joyida qolsa, jinoyat ishi bo'yicha haqiqatni aniqlashga yoki jinoyat oqibatida yetkazilgan zararni qoplashga to'sqinlik qiladi yoxud jinoiy faoliyatni davom ettiradi deb hisoblashga yetarli asoslar mavjud bo'lsa, lavozimdan chetlashtiriladi deyilyapti. Lavozimdan chetlashtirish degani bu uni bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi degani emas. Bu vaqtinchalik cheklab turilishi. E'tiborga oladigan bo'lsanglar, sodir etgan jinoyatda uning lavozimi bilan bog'liqroq bo'lishi kerak. Ya'ni jinoyatni davom ettiradi yoki dalillarni soxtalashtirishi mumkin. Shu sababli bu majburlov chorasi juda ham bir lavozim bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarda qo'llaniladi. Yoki misol prokuror odam o'ldirib qo'ysa, uning prokurorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan lavozimi haqiqatni aniqlashga xalaqit beradi deb hisoblasak, lavozimdan chetlashtiramiz. Yoki bo'lmasam bir byudjet organining tashkilotida bir o'g'rilik yoki nimadir qildi, haqorat qildi kimnidir. Bu holatda biz lavozimdan chetlashtirib turishimiz shart emas. Chunki lavozimda o'tirsa, misol haqorat qilganlik holatini dalillarni soxtalashtirish ehtimoli juda ham past. Shu sabab lavozimda qolishi mumkin. Shu sabab ushbu majburlov chorasi faqatgina o'sha lavozim bilan bog'liq bo'lsa, o'sha sodir etgan jinoyat. Endi buni ham qo'llash tartibi boyagida pasportni amal qilishni to'xtatib turish majburlov chorasiga o'xshab bir xil, ya'ni iltimosnoma qo'zg'atiladi, iltimosnoma prokuror tasdiqlaydi va sud tergov sudyasi ko'rib chiqadi. Qo'llash yoki qo'llamaslik masalasi bo'yicha.
Endi 80 o'sha u shaxs oqlanadigan bo'lsa, ya'ni yoki reabilitatsiya qilinadigan asoslar bilan jinoyat ishi tugatiladigan bo'lsa, lavozimga o'sha majburlov chorasi bekor qilinadi, lavozimga tiklanadi va nima masala unga yetkazilgan moddiy va ma'naviy ziyon qoplash masalasi ko'riladi. Keyingi majburlov choramiz majburiy keltirish. Endi majburiy keltirishni kimlarga nisbatan qo'llaymiz? 213-modda tahlil qilinganda ko'rgan bo'lsangiz, jinoyat protsessi ishtirokchilariga. Xo'p, hozirgacha sanab o'tganimiz ushlab turish, ehtiyot chorasi yoki bo'lmasam pasportni amal qilishni to'xtatib turish, lavozimdan chetlashtirish hamma jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llanilgan bo'lsa, majburiy keltirish umumiy hamma jinoyat protsessi ishtirokchilariga amal qiladi. Ya'ni gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi guvohning sud majlisida ishtirok etishini ta'minlash uchun basharti ular uzrsiz sabablarga ko'ra kelishdan bosh tortganliklaridan nima qilinyapti? E'tiborga olasizlar, olib kelinishi kerak bo'lgan nima? Ya'ni chaqiruvga binoan kelmasa. Bu holat hozirda amaliyotda juda ham noto'g'ri qo'llanilyapti, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atilmasdan turib deyilyapti. Jinoyat ishi qo'zg'atilmasdan turib qo'llash holatlari amaliyotda uchrab turibdi. Bu yerda e'tiborga bersanglar, jinoyat ishini yuritish munosabati bilan deyilyapti, ya'ni jinoyat ishi bo'lishi shart. Shunda majburiy keltirish qilinadi. Qolgan holatlarda majburiy keltirish qilib bo'lmaydi jinoyat ishi doirasida. Ma'muriy tarzda majburiy keltirish bor, unda ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilgan bo'lishi shart. Shu sabab e'tiborga olasizlar, sizlarni majburiy keltirish masalasi biror bir profilaktik inspektor yoki huquqiy organlar tomonidan nima qilingan bo'lsa, qaysi ish doirasidaligini aniqlashtirib olinglar. Agar ma'muriy ish yoki bir jinoyat ishi doirasida aniq qo'zg'atilgan bo'lsa, boringlar. Bo'lmasam ixtiyoriylarga qo'yib berilmoqda. Majburiy keltirish bo'yicha albatta qaror chiqariladi. Agar sudda bo'lsa ajrim, ya'ni bu yerda aytilyapti, majburiy keltirish to'g'risidagi qarorda uning ismi, otasining umumiy ma'lumotlar, protsessual mavqei faqat jinoyat ishi yuritish paytida bo'ladi. Qachon, qayerga kelish kerakligi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Endi protsessual mavqega juda ham katta e'tibor beramiz. Majburiy keltirishda albatta ichki ishlar organi xodimiga yuklatiladi, albatta olib kelishi shart. Agar yo'q bo'lsa, yo'qlik sababini keltirishi lozim, ya'ni ijrosi ta'minlanmagan bo'lsa. Xo'p, keyingi majburlov choramiz bu shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish masalasi. Xo'p, bu juda ham ko'p nima qilinadi? Ko'pchilik farqlash qiyin. Mana jinoyat kodeksidagi tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi bilan jinoyat protsessual kodeksidagi shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish. Bu yerda mana 265-moddaning 1-qismida ko'ryapsizlar. Agar sud tibbiyot yoki sud psixiatriya ekspertizasini o'tkazishda deyilyapti. Bu degani sud tibbiyot, sud psixiatriya ekspertizasi tayinlangan shaxs ayblanuvchi, sudlanuvchi statsionar ko'rikdan o'tkazish zarurati vujudga kelsa deyilyapti. Ya'ni hali shaxs jinni emas, lekin shu bo'yicha sizda nima bor, shubha bor, shu sabab ekspertiza o'tkazyapsiz. Endi ekspertiza o'tkazish aytilyapti. Ekspert sizga talab qo'yyapti, uni statsionar yotqizish, ya'ni statsionar ko'rikdan o'tkazish zarurati mavjud desa, tibbiy muassasaga, uni erkinligini cheklab tibbiy muassasaga joylashtirishingiz kerak. Shunda siz majburlov chorasini qo'llashingiz shart bo'ladi. Bunda albatta ekspertiza tayinlangan bo'lishi shart. Xo'p, endi ruhiy holat ayblanuvchi harakatda ishtirok etishga jalb qilish, ayblov e'lon qilish imkoniyatini istisno etadigan gumon qilinuvchi ham mumkin. Endi yuqorida aytilyapti, ayblanuvchi, sudlanuvchi deyilyapti. Endi ikkinchi qismda aytilyapti, gumon qilinuvchiga nisbatan ham ushbu majburlov chorasini qo'llashingiz mumkinligi ko'rsatilmoqda.
Xo'p, jabrlanuvchilar, guvohlar tegishli sudga o'tkazish uchun tibbiy muassasa mavjud joylashtirish mumkin emas. Va cheklov o'rnatilyapti. Faqatgina og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etganlik, fosh qilayotgan, ular bergan ko'rsatma ishonchliligini tekshirishning boshqa imkoniyati bo'lmagan hollar bundan mustasno. Jabrlanuvchi gapiryapti, lekin jinniroqqa o'xshayapti. Uni lekin nimasini tekshirish kerak? To'g'ri ko'rsatma berdimi, yolg'on. Shunda ularga nisbatan ham qo'llash mumkinligi ko'rsatilmoqda. Xo'p, endi muddati 1 oy, tibbiy muassasa joylashtirishning muddati. Xo'p. Keyingi nimalarga o'tadigan bo'lsak, iltimosnoma masalasi ham xuddi boyagi pasportni amal qilish yoki bo'lmasa ayblanuvchini lavozimdan chetlashtirishga o'xshab iltimosnoma berish tartibi shunday, ya'ni qo'zg'atiladi, prokuror tasdiqlab beradi, sud ajrim chiqarishi shart. Endi o'tkazib bo'lingandan so'ng albatta u ozod qilinishi, ya'ni ushbu majburlov chorasi bekor qilinadi, ekspertiza xulosasi olingandan so'ng. Xo'p. Shu bilan hozir sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan masalalarimiz tahlil qilib o'tdik. Endi mana protsess ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash masalasi, u keyingi darslarimizda muhokama qilib o'tamiz uni. Qanday savollaringiz bor bu bo'yicha? Mana hozir sizlar bilan yana 3 ta majburlov chorasini tahlil qildik, 4 ta. Qanday savollar mavjud? Savollaringiz bormi? Ustoz, menda savol yo'q. Tushunmadim. Yo'q ustoz, savol yo'q. Savol yo'q ustoz. Xo'p, savol bo'lmasa yakunlaymiz. Sizlar bilan o'sha nimasiz o'tganimizga savollar bo'lsa guruhga yozib qoldirishinglar mumkin. Iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.